Nereden uçurap kalan boğuydunuz bana? Tızırak hizmetli birini tepip, bağıydın çıktı mı? Bulamdı. Yarak demeni dep kimsizler kızlar. Şunda hoş oldum. Rahmet bizmiş. Demesime kişiler arzu kılgan planlarga yetiş üçün fakat bedel töleşen qo'ymagan vaqtiningizda anda muvaffaqiyat. Utu qizni alaydi qizlar. Qanday chiroyli qizlar. Meni zot nima ishlar olasiz degan tanglar. Özünüz bilsiz, biz o'qish bitayli xil bo'ldi. Bek-beka yurib ketdik. Endi sizni bizga yo'l ko'rsatamiz degan maqsadda sizlar ko'rishgandik. Meni izlab noyat to'g'ri qilibsizlar qizlar. Muvaffaqiyat qozonish degan nima? Siz buni bilamsiz? Yo'q, siz buni bilmaysiz. Sizlar buni bilgan bo'lsanglar, mening qashimga bu jihat yordam so'rab kelmagan bo'latinglar qizlar. Undaqda muvaffaqiyat degan nima? Bizga unchalar nurg'unaz kerak emas. Menimcha muvaffaqiyat deganimiz pul. Shu pul deganimiz muvaffaqiyat bilanki deyman. Jalliq buni. Deganingiz dal to'g'ri. Muvaffaqiyat qozonish deganimiz ruhiy, iqtisodiy va yoki jismoniy jihatdan o'zimizning maqsadiga yetishni biz buni muvaffaqiyat qozonish deymiz. Asosan to'g'ri qilib aytgan vaqtingizda pul tepish. Undaqda pulni qanday topamiz? Men bu yerda sizlarga bir oddiy misoldan keltirib beray. Masalan, shu sizlar yangi xizmat chiqib, har oylik maoshingiz 5000 ko'y bo'lgan bo'lsa, 5000 ko'ydan 1000 ko'y pulingizni turmushga ishlatib, 4000 ko'yinglarni bankaga solib mangan bo'lsanglar, bu shoirning sharoitida kam deganda 10 yil tirish orqali ondan bir tal uy, bu shahardan bir tal uy setib olasizlar. Ammo ilik tikilsangiz-chi, buning o'xshamaydi. Ilik tikilsangiz-chi, sizlar bir gap deb o'tay, pulni topadi. Ilik tikilsangiz, sizning iqtisodingiz kvadrat bo'yicha o'sib mangdi. Masalan, birinchi yili 50 ming, ikkinchi yili 200 ming, uchinchi yili 1 million degan gap. Bu pek yaxshi taklif bo'pti. Lekin mush deganlaringiz rasmi. Adash, menimcha cho'qim ras. Qara degan gaplarning o'rinliqligini. Osmonga ish kelinib qol, endi menga ishonmamsa. To'g'ri. Buning ko'pincha odamlarning ishongiz kelmasligi mumkin. Lekin bu mening oldimda bir haqiqat. Ishonch degan men degan ishonch. Ishonch degan mening suputim. Biz shu sizning mush qaltis tarafingizdan deb sizlar ko'rishga kelgandik. Unda biz pulni qanday topamiz? Pulni puli bor kishilarga erishib topamiz. Muvaffaqiyat yo'lida pul tepish uchun ya pullarlar bilan birga ishlash yoki pullarning orqasida yurish degan gap bor. Buni sizlar to'g'ri tushunib yetsangiz bo'ldi. Tamoqlarni chiqib. Tamoqlarni bir. Mulozim. Bu sizniki bugungi ish haqingiz. Bilaman? Tatmaydi. Kapat attınız. Ködanlarmı kızlar? Bu tapqandaga bu ishdan xashlaydi ekanmiz ancha-muncha. Acaba bu malay bugün menden boshqa ham xizmat qilgan bo'lsa, bunchalik ko'p tapaqaga erishadimdi. Deb yaqinlar qizlar. Oxirida yig'inchoqlab aytganda bizning nomratlik chambarlikdan chiqarmagan zodi nima? Bu dal bizning tafakkur qilishimiz, o'ylanishimiz. Bizning nomratligimiz dal bizning tafakkur kuchimizni cheklab qo'ygan qizlar. Shunga biz cho'qim bu to'saqni bosib o'tishimiz kerak. Puldarlarcha, ilg'or ideya bo'yicha tafakkur qilishimiz, o'ylanishimiz kerak. Men sizni xato tanlamaganimni yana bir qatim jazmlashtirdim. Aytanga biz qanday qilishimiz kerak? Albatta, menga egishsiz. Yana bizning sud imperiyamizga egishsiz. Biz sizga qanday pul tepishni, qanday ilik tiklashni, qanday dangliq arbob aylanishni o'rgatamiz. Sizlar bundan azrimsalar bo'ldi. Bu qo'shinda faqat malla emas. Sizdek yuragida o't kuyayotgan ilik tiklovchilardan necha 10 mingi, mendek sarkarda yo'lboshlardan necha 10 bor. Hem shundaqla mening umrlik ustozim,
Recep Sultan zamanı mı del muştanın içidi bu. Nima? Recep Sultan zamanı? To'g'ri, del shu kishi mening ustozim bo'ldi. Ha, bo'ldi. Sizga ishondik. Sizga ergishaylik bo'ldi. Sizga ishonmagan taqdirdimi? Recep Sultan zamoniga ishonmasak bo'lmas endi. To'g'ri. Mening ustozim odatdagi odam emas. Bo'ldi. Ishda kelishdik hamsa. Biz hozirdan boshlab belni bog'ladik. He, yaraysizlar qizlar. Erkekdek ish qildinglar. Erkeklardan qaltis ish qildinglar qizlar. Hozirgi jamiyatning ehtiyoji shu adash. Pul tirishqanlarning yanchug'iga qarab boqadi. To'g'ri. Muvaffaqiyatning oshquchi dal tirishchilikdir. Yatak pulcu alır deyip gittim. Maqul bunda qancha yatak? 1305. Siz saqlab turing. Qancha kun tursiz? 15 günlük postu. Undamiz qolsin yetishmaydi. Durma. Kadı pul ölsek bulamdı. Manı. Çok karton. Mana tüyük etti yaşayı bana da. Rahmet Allah kıldım ha. Aka buni bunda izlab жүріп qachon topamiz zodi? Toz bir ovojliq bo'ldi bu yerda. Qanday qilsa hamsa? Akamni yoqqa tayoqtirib ko'may atamsa? Uni ko'dim aka. Shu deyman-ku endi. Az gap qilib, yo'lan qarabma. Qaravatma aka, qaravatma. Qarsam deb bilmayapsan shu yo'lda. Ondan ko'p bardaga yadirgan nima qoldi? Bog'da kelganning hammasiga bordiq aka. Bumi nima qiladi deyman bunda uydan chiqib bekaydim beka. Bizim hozir mushta turmush yashamay ovordigina aka. Bunun yaqin o'tadigan do'stlar qilsa aloqa qilish baqa. Ey. Telefon qilib baqin deymasni. Chaqchaqimgina aka. Men unda isli qizlar nima turibdi? Bilasan-ku mening qizlarimni. Nada ko'cha chiqqan qizlar. Şakir, tabak pişti, tamamız evlen. Tamam. Tamak etkenma. Qarsanbek alırashlaydı ekansiz. Uy tomog'imni seg'inib qolgansiz balkim. Sonra oddiy bo'lsin bir vaqt tamoq qildim. Islizade melekelerden kızlar meni qishimni nima ish qildi aka? Nada gapni qildi ekansa? Nimalarni deb yuradigansa? Menda akang bor turib, dinlardan do'stlar emas. Dinlardanmi go'zal qizlar tepirmayman sen. Ay, bo'ldilar juma, tunishmay. Oldin qitim Tumbochiqda qiz oldim, birsi ko'zim chiqib qolgan. Lekin u kasofat
meni toza o'ziga yaqin keltirmayotadi aka. Kimki u? Men aslim chiqamidingmi? Voy chiqadim aka. Sen noyt yaxshi tunuydigan, sen noyt havas qilgan bu qiz. Oldin qatam seni gapingni chiqaribdim, shunda xo'sh bo'lib ketdi. Sen noyt yaxshi tunuydigan aka u. Agar seni bir qatamni ko'rib qolsam, menga emas, sana umr olib qolgan turdi bu qiz. Kasabat. Eng yaxshisi meni uni ko'rsatmayapti. Aka, menga bir yordam qilsang bo'ldi. Seni dillar topgan chaqda o'lamiz. Men qachongacha bo'ydoq yuraman degan aka. Ben qarafkam, esini ching tut. Sen qizlarni qancha qo'llashgan siri, qizlar sendan shuncha qochadi. Sen qizlarni o'zing mabtun qilishing kerak. Bu jarayonda qobiliyatingni kamtarliklar isbotlaysan. Yaxshi ko'rsangmi, yaxshi ko'rmagan qiyofat kirib olasan. Qizlar mardlarni yoqtirdi. Shunga uşaq ishlarga eslanmabkam. Bu ishlar bilan asosiy jihatni qo'l keltira olasan. Buning birlik qatam yaqinlashib olsang, o seninki. Aka, bu oxirgi bundan boshqasini toza tushunamadim-ku. Qaragansa yana bo'ytaq uysan o'g'dek. Undami deb ketma aka. Voy. Qani so'zla. Qolayliq, davaga. Ushladimni xabrim bor. Hozir undan boshqa amal yo'qmi? Şirketning maliyasini hisoblab baxtongmi? Şirket maliyasi qarzga yetishimdiki. Şirket maliyasi qarzga yetishgan bo'lsa, albatta men degandek o'rlashtirib. Yaras. Şirket xizmatchi xodimlarning maoshini taqatganman. Nima sep bo'ldimi? Sencho. Bo'pti. Qarzim qolmagan bo'lsa bo'ldi. Nihoyat yaxshi qilsizlar. Senmi balduroq yaxshi xizmat timir deb qo'y. Yaras. Bu işlerini çoğunluğa anlap kalmışsın. Hoş. Ha, öy baba. Öyge kurbaksınız buldu, bu öy bek çıraylık. Hazır yola buraya, resimde.
Aylығы 2000 koydun. Oyunu eksi yok mu? Oyuna eksi? Ha, sizin bu oyunu icra almışsınız. İsminiz nima singlim? Aqila. Qancha kirdingiz bu yil? 11. 11ga. Sizning ota-onangiz yo'qmi? Yo'q. Aka qazalamsiz? Ha? Olay. Hammasini olay. Hammasi jami necha pul? So'mkani ko'rsatib oldim, men sizga mishib qo'y. Ma'qul. To'y. Bu qog'ozni pulsi. Boshqani qaytarma. Ma pulga siz tomoq yeb yang, ha? Men ortiq kerak yo'q, amnisini ketay. Oy. Acayip teslim taptılar var önüne. Haydi işte. Haydi işte. Bir dakika yarıştı ya. To'xtama bu. Siz kimsiniz? Ya başka kişi yok. Ha, Bir baba de yok bakalım bu. şu. Öyden ağıl kelgan Haydi o'xshaydi. Türkleri. To'xtanglar bu xatolaşmanga o'xshaysiz.